Bir otaki farzandlariga qo'pol, dag'al, qattiqqo'l. Ota bo'lganim uchun meni yaxshi ko'rishga majbur ular deb hisoblaydi. Bu noto'g'ri. Sen ularning otasi bo'lganligingni o'zi ular seni yaxshi ko'rishligi uchun kifoya qilmaydi. Tushunarlimi? Komil bo'lishlik lozim. Farzandlaringni senga muhabbatli bo'lishligi ularning qo'lida emas. Sen ularni muhabbat qo'yishiga senga sabab bo'lishing kerak. Agar qattiqqo'l bo'lsang, odamlar oldida ham hurmatini saqlamasang, zo'ravonlik qiladigan bo'lsang, otasi bo'lsang ham yaxshi ko'rishmaydi. Qo'rqar, haybatlanar, lekin yaxshi ko'rmaydi. Chunki seni bolang musulmon, senga oq bo'lib qolishidan qo'rqadi, ehtiyot bo'ladi, to'g'ri. Zohirida rozi bo'lib turishi mumkin sendan, ammo qalbida muhabbat bo'lmaydi. Otasi bo'ladigan bo'lsang ham, ularning muhabbatini qozonishliging xulqing bilan, go'zal muomalang bilan bo'ladi. Har qancha kuchli bo'lma, har qancha haybatli bo'lma, bu sifatlar ularning muhabbatini olib kelmaydi senga. Agar komil inson bo'ladigan bo'lsang, ularning qalbiga ega bo'lasan. Qalb faqat muloyimlik bilan, yumshoqlik bilan kasb qilinadi. Shuning uchun birodarlar, biz farzandlarimizga dag'allik, qo'pollik qilib, otalik maqomida turganimiz uchun, uni iqim-chiqimlarini to'layotganligimiz uchun bizga bo'ysun ushayotgan bo'lsa, bu nuqson akalar. Chunki bu bola ham ertaga katta bo'ladi, quvvatga kiradi, pul topadi, shunda ko'rasiz ekan sizning kimligingizni. U hech kim emas, siz baland bo'lib turgan paytda muhabbatini qozonib qo'ying.